Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida kasalxonada davolanayotgan bemorning davolash kundaligini qo'shishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar jarayonda tugallangan hamda bekor qilingan bo'limlari. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek davolanayotgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Kerakli bemorni topish uchun bemorni qidirish maydoniga bemorning ismi sharifini kiritgan holda qidirishimiz, sana bo'yicha qidirishimiz, bo'lim bo'yicha qidirishimiz hamda davolovchi shifokor bo'yicha qidirishimiz mumkin. Kerakli bemorni topganimizdan so'ng ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerdan davolash kundaligi bo'limi mavjud bo'lib, davolashni qo'shish uchun qabulni qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Davolash kundaligi ko'rinishi chiqib keladi. Bu yerda bemorning tibbiy karta raqami hamda bemor haqidagi shaxsiy ma'lumotlar ko'rinib turadi. Ushbu maydonga kerakli shablonni tanlaymiz. Misol uchun, kerakli shablonni tanlaganimizdan so'ng shablonning ko'rinishi chiqib keladi. Shablonni kerakli tartibda to'ldiramiz. Bu yerda shablonni xohlagan tarzda tahrirlashimiz ham mumkin. Shablonni kerakli tartibda to'ldirib bo'lganimizdan so'ng, pastda joylashgan protsedurani o'tkazish tugmasi ustiga bosamiz. O'tkazilgan protsedura qo'shildi. Davolash kundaligini qo'shish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.